Assalomu alaykum barchaga. Yana ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman sizlar bilan. Mana To'rtko'lga bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Lekin To'rtko'lda ochilmagan nimalari bor, ko'rsatolmadik. Menga afsus. Nasib bo'lsa Xudo xolasa yana kelgusi safar kelganda To'rtko'lni daskanalni, ya'ni bahor oylarida kun qizigan paytda bir kelib yana Bashqotdan olish niyatimiz bor. Xudo xolasa sizlar bilan hamkorlikda mana bugun Xorazmga safar qilamiz. Ya'ni Xorazm oblastini Xanqa tumaniga boramiz. Qani yerga ham bir borib turib, bir ularning urf-odatlarini, o'ziga yarasha manzaralarini imkon qadar sizlarga ochib berishga harakat qilamiz. Kanalga yangi qo'shilganlarga nima deymiz? Avvalambor klass bosib podpisatsiya qilish yoddan chiqmasin. Barchaga omad. Unday bo'lsa safarimizni boshladik Xanqa tumaniga qarab. Va nihoyat mana To'rtko'l shahridan Xanqa yo'nalishga yuradigan avtostoyanka Shoh bekatga keldik. Hozir Xudo xolasa nasib bo'lsa qana Xanqa tumaniga o'tamiz. Mana shu manzara. To'rtko'l shahrining ko'p joylarini ochib berishga harakat qildik imkon qadar. Qoraqalpoq nimasidan To'rtko'l, Xorazm, Xanqa nimasiga o'tamiz ko'prikdan. Mana bugun nihoyat mana sizlar bilan birgalikda kachka barak, kartoshka bilan qilsa ham bo'ladi, tuxum bilan qilsa ham bo'ladi. Biz o'zimizni popkusimizga qarab kartoshkalik deb aytdik. Bizga nima kerak avvalambor? Un, kartoshka, suv, tuz. Shu mahsulotlar kerak bo'ladi. Hozir mana kartoshkani qo'yishni boshladilar. Kartoshka qancha qo'yding? Kartoshka 3 kilo qo'yildi.
Mana kartoshka qo'ydik qozonga. Birinchi avvalambor kartoshka qaynatib olinadi. E'tibor beringlar. 3 kilona kartoshkamiz bergan. Elakdan обязательно o'tkazilgan. Unimiz 3 kilo. 3 kilona bu ham. 3 kilo un. Mana uni обязательно ovqat qilishdan illay elanishi shart. Tuxum barak, kachka barakni unni qanday tayyorlanadi? Sho'r suv. Обязательно sho'r suvga bo'lish kerak, ha? Sho'r suvga qoriladi. Sho'r suvga qorilishi kerak. Hozir mana shuni qorib oladilar. E'tibor beringlar. Tuxum barakmi, kartoshka barakmi, обязательно uni tuzi baland olinadi. Sho'r deganga nima ko'p emas. Sal tuzi baland olinadi. Oddiy osh xamiridan. E'tibor beringlar. Xamir qilguncha 450 gram suv. 3 zuvalaga, shundaymi? 3 zuvalaga. Tuzash kerak shunda. Hozir qancha tuz berdik? 5 gramdan bo'lsa ham 20 gram tuz berdik, ha? 3 choy qoshiqda 3 qoshiq solindik. Shunday. E'tibor beringlar, xamir qilguncha albatta qattiq olish kerak xamirni. Tuxum barakni xamiri ham, kartoshka barakni ham. Tuxum barakka mana shu hozir qilingan mahsulotga nechta tuxum ketadi? 8. Bir nechta ketadi? 30 ta ketadimi? 30 agar tuxum barak qilmoqchi bo'lsangizlar, 30 ta tuxum bo'lishi shart. Mana va nihoyat xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi dam oladi. Qancha dam oladi? 15 minut. 15-20 daqiqa ustini plyonka bilan yopib dam olishga qo'yamiz. Marhamat. Xamir qattiq bo'lishi kerak. Non xamirdan qattiqroq, ha? Non xamirdan qattiqroq. Va nihoyat mana kartoshkani ham o'tkazib oldik. Misrobkadan. Hozir bunga yog', tuxum qo'shiladi. Agar go'shtni misrobkadan chiqarib qo'shadigan bo'lsak, ya'ni qo'tir barak bo'lar ekan. Mana xamirlarimizni ham zuvala qilib olibmiz. Bu zuvala qancha turadi yana? 5-10 minut turadi. Mana tuxum. Tuxum necha dona hozir bergan? 20 dona tuxum. 20 dona tuxum 3 ta kartoshkaga. 3 kilo kartoshkaga 3 ta dedim. 3 kilo kartoshkaga. Mana tuxum chaqib oldik, tuz soldik. Qancha tuz berdik hozir? Hozir 20 dona tuxumni chaqib olib, duqalab tuz qo'shildi va kartoshka bilan birgalikda aralashtirilibdi. Bunga hozir yana 3-4 cho'mich yog' solinadi. Qanaqa yog'? Simishga yog'. Simishga yog'dan beriladi. Marhamat, e'tibor beringlar. To kachka bilan tuxum qo'shilib ketguncha aralashtiriladi yaxshilab. Mehr bilan. Yog'ni ham qo'shib aralashtirib oldik. Mana yog'i chiqib turibdi kartoshka bilan. Yaxshilab aralashtiriladi. Hozir ham yoyib olishdi. Endi buni nima qilamiz hozir xamirni? Xamirni hozir kesishadi. Marhamat. Mana xamirni e'tibor beringlar. Zuvala olingandan keyin belani qo'yib aylana shaklda kesib olinadi. Ama bükülüşünü önce satıp Mana lo'nda qilib kesib olingan xamirlar
yana e'tibor beringlar. Ana shu shaklda. Mana suv qo'yib gazga qaynatilyapti. Suvga обязательно tuz solinadi. Ya'ni 30 gram tuz beriladi. Ko'p sho'r bo'lib ketishi kerak emas. 4 litr suvga. Nihoyat mana bukib bo'ldik. Endi mana suv qaynab turibdi. Tuz berilyapti. Alov baland bo'lishi kerak, suv shaqqilab qaynashi kerak. Aks holda bir-biriga yopishib qoladi. Mana bu qatiqda suyultirgan holati. Ayron deyiladimi? Ayron. E'tibor bering, mana juda ham ahamiyat berish kerak. Qaynab chiqqandan keyin 5 minut qaynash kerak. Agar undan ko'p qaynaydigan bo'lsa, nimalarimiz yittilib ketishi mumkin, xamirlarimiz. Qaynab chiqish boshlandi. Nihoyat mana pishib bo'ldi. Kachka barak, marhamat. Avvalambor powerlarga rahmat. Ishlagan omad tilaymiz. Agar rolikimiz yoqqan bo'lsa, podpisasiya qilib klass bosish yoddan chiqmasin. Barchaga omad. Ochiq ishtaqalar bilan. Nihoyat mana Xorazm oblastini Xanqa tumaniga bo'lgan safarimiz tugadi. Agar mabodo klipimiz, rolikimiz yoqqan bo'lsa, klass bosib podpisasiya qilish yoddan chiqmasin. Ishlaringizga omad barchangizga.